Odamlar oldi-berdi qilib yo'kida qarz berib, eng katta qaytarib ololmagan puli qancha? Ketdi bilib olamiz. 4 million. 4 million. Nimaga bergansiz 4 million? Ishlagansiz. Yo'q. 2 mingdan avans. 2 mingdan oshiq. Sizda-chi? Sizda yo'q. 500 ming. 1-2 million. 6 ming. 6 ming. 700 ming o'rtog'im berganmi? 7 hafta berolmaganda. Ha. Zildan oshib ketdi o'sha. Hammasi olingan qayta. Sizda-chi? Olganman. Hammasi. Gap yo'q. Ancha omadli insonsizlar sizlar. 500 dollar. 500 dollar. Jaq emas 500 dollar. Jabr kamtar inson ekansiz, bari. 1 millionlar bo'lgan. 500 ming. 500 ming so'm. Endi qarang, shartnoma qo'llanmagan. Yo'q. Shu paytgacha o'zi oldi-berdi qilganingizda qilmagan shartnoma. Bo'ldi, qarang, bizda приложение bor. Balki kelajakda sizga kerak bo'lib qolar. Hisob deb nomlanadi. App Store yoki Play Marketdan skachasib olasiz. 2 minut vaqtingiz oladi. Sizga yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma tuzib beradi. Oldi-berdi qilganingizda. Ya'ni u shartnoma bilan bemalol sudga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'tadi. Ko'rasizlar, ko'pchilik odamlar yaqiniga qarz berib qaytarib ololmagan. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun sizlar ham hisob ilovasini yuklab olinglar. Aytgancha, xuddi shunaqa hozir o'rtog'inglardan qarz ololmayotgan bo'lsanglar, kommentariyada bemalol atmetga qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki o'ziga tashab qo'yinglar mana shu videoni. Charchamanglar.